Ya, Xormaymiz aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizimsiz? Mana kakrasi yana tog'oraga oshib o'tgangansiz, joyi kelib qoldi. Qani Eshitaman. o'tgan safar tog'oraga suz beruvdingiz, shu kilosi bo'yicha, shu porsiyasi bo'yicha ozgina savollar bo'libdi, bizning kuzatuvchilar tushunmay qolishibdi. Shuni bitta aytib bersangiz yana podrobniyroq. Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bizda 1 kiloda 7 ta porsiya bo'ladi. Demak, 3 kilo tog'oraga tushadigan bo'lsa, 21 ta porsiya bo'ladi. Demak, o'shanga biz kiloga 1 kilo guruchni hisobida oladigan bo'lsak, go'shtni ham shunaqa qo'yamiz. 1 kilo hisobida tenga-teng qo'yamiz hammasini. Kelaverasizlar, 21 ta tuxumlarni ochko o'qib qo'yib beraman sizlarga, oka? Demak, tuxumlari ham bonus bo'lib ketib qolishi mumkin. Bonusga bo'ladi har doim. Gap yo'q, gap yo'q. Ko'ring, mana yaqinroq kelib turing, men tepasiga. Qarang, dona-dona sakrab tushayotganini xalq ko'rib o'zi baho beradi. Sizga shu o'zi o'zingiz fishkangiz bor. Oshni ustiga har doim nima solib berardingiz? Qarab turing. Mana ochib olmani, oka. Gap yo'q. Buni pardozi bor degan joyim mana qarab turing. Tog'oraga yaqinroq keling, oka. Ko'rdingiz-a? Gap yo'q. Faqat laganga emas, tog'oraga ham qo'yib beramiz bunisini. Qarang, yaqinroq keling yana, oka. Go'sht ko'ryapsizmi, oka? Kapkarda turmayapti bu. Og'izda erib ketadigan go'sht bu. Mashq ketadimi tog'oraga? Iya, butun ketadi hammasi. Oshlarimiz tayyor bo'ldi. Shu manzildamiz hali ham. Ko'ngli keng qilib kelavering, oka. Chiroyli qilib men sizga tog'oraga suzgandek laganga ham suzib bera olaman, oka. Kelaverasiz.